Hurmatli o'quvchilar, bugungi biz o'tadigan kelajak soati darsida bayrog'imiz O'zbekiston Respublikasining bayrog'ini 34 yilligini nima qilamiz? Nishonlaymiz. O'zbekistonimizda bo'lib o'tgan ishlarni va bayrog'imizning ranglari haqida biz sizlar bilan tanishamiz. Davlatimizdagi yashil gullarimiz, daraxtlarimiz yashillikka burkangan biz nima qilamiz? Sizlar bilan ranglari va bayrog'imiz haqida suhbatlashamiz. 34 yilligida biz kelajak soat darslarida bitta video roligimizni tomosha qilamiz. Turon yurt xalqlari aylabon masrur, birlashgan millatlar baland tog'ida xillar bizlarga baxsh etib urur. Hurmatli Prezidentimiz tomonidan kelajak soatlari darslari olib borilishi buyurilgan edi. Tumanimizda barcha maktablarda olib borilgani singari tumandagi 92 umumiy o'rta ta'lim maktabida ham kelajak soati darslari doirasida to'g'rilik, mehnatsevarlik, halollik qadriyatlari ham tarannum etmoqda. Aynan bugun o'zim ham O'zbekiston Respublikasining bayrog'ini, bayroqdagi ranglar jilosini, mazmunlari haqida boshlang'ich sinf o'quvchilariga kerakli bo'lgan bilimlarni yetkazishga harakat qildim. Kelajak soat darslarining yoshlarimizga o'tilishidan maqsad davlatimizga barkamol avlodni tarbiyalash, ularda halollik, mehnatsevarlik, vatanga bo'lgan mehrini oshirish, bayrog'imiz, davlatimiz ramzlarini bilishlari lozimligini o'quvchi yoshlarga tushuntirib bormoqdamiz. Har bir davlatning bayrog'i bo'lganligidek, bizning O'zbekiston Respublikasining bayrog'i haqida ham o'quvchi yoshlarga huquqiy savodxonligini oshirib bormoqdamiz. Va shuning bilan birgalikda korrupsiyaga qarshi kurash, zo'ravonlikka qarshi kurash kabi targ'ibot tashviqot ishlarini ham olib bormoqdamiz. Korrupsiya davlatni yemiruvchi, insonlarni tubanlikka yetaklovchi illat ekanligi haqida ham o'quvchilarga kerakli ma'lumotlarni berib bormoqdamiz. Bayroq xalqimizning tarixiy merosi, milliy g'ururimiz va erkinligimiz yo'lidagi intilishlarni ifodalaydi.